Assalomu alaykum. Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan avtomoto transport vositalaridan foydalanish va ularni ro'yxatga olish 2026-yil 1-yanvardan taqiqlanishi haqidagi qaror loyihasi tayyorlanib, muhokamaga qo'yildi. Bu muhokama joriy yil 15-oktyabrga qadar davom etadi. Ushbu yangi tashabbusdan odamlar qanchalik rozi? Bu qaror kelgusida xalqqa yengillik emas, balki eski avtomobilda zo'rg'a kunni ko'rayotgan ko'plab oddiy odamlarimizni yanada og'ir ahvolga tushirib qo'ymasmikan degan savol bugun juda ko'pchilikni o'ylantiradi. Ma'lumki, biz yuqorida ko'rsatilgan muddatda agar inobatga olsak, 1975-yilga qadar ishlab chiqarilgan avtomobillar aynan ushbu taqiqqa tushadi. Endi bu davrga qadar qanday avtomobillar ishlab chiqarilganiga birma-bir to'xtalib o'tsak. Gaz M1, ya'ni MK 1936-1942-yillar davomida ishlab chiqarilgan. Xalq orasida MK nomi bilan mashhur bo'lgan Ford Model B asosida ishlab chiqarilgan bu avtomobil sobiq SSSRda ichki yo'llar uchun mo'ljallangan birinchi yengil avtomobil edi. 4 eshikli, yog'ochli metal kuzovga ega bo'lgan bu avtomobil 3.3 litrli 50 ot kuchiga ega motor bilan jihozlangan. Gaz M20, ya'ni Pobeda 1946-1958-yillarda ishlab chiqarilgan. Urushdan keyingi ilk mustaqil sovet dizayni. Aerodinamik shakli, yopiq g'ildirak arkasi o'sha davrda yangilik edi. 201 litrli 50-70 ot kuchli motor bilan jihozlangan bu model tinchlik, g'alaba va yangi hayot timsoliga aylangandi. Gaz M21, ya'ni Volga 1956-1970-yillar davomida ishlab chiqilgan. Soddaligi va mustahkamligi bilan mashhur bo'lgan. Militsiya va taksi xizmatlarining sevimli avtomobili bo'lgan. 204 litrli 765 ot kuchiga ega. Ushbu avtomobilning ayrim versiyalari avtomatik transmissiya bilan ishlab chiqarilgan. Bu o'sha yillarda SSR uchun noyob hol edi. Gaz 24 Volga 1968-1986-yillar oralig'ida ishlab chiqarilgan. Amaldorlar, militsiya va tibbiy xizmatlar uchun mo'ljallangan edi. Ba'zi sirli versiyalari V8 dvigatelli bo'lgan va maxsus xizmatlar, ya'ni KGB ehtiyojlari uchun ham ishlab chiqarilgan. Moskvich 400 1946-1954-yillarda ishlab chiqarilgan. Opel Kadett asosida yaratilgan kichik oilaviy avtomobil. Moskvich 407 1958-1963-yillarda ishlab chiqarilgan. Bu avtomobil eksport uchun juda qulay va muhim model bo'lib, Sharqiy Yevropaga juda ham ko'p sotilgan. Moskvich 412 1967-1976-yillar davomida ishlab chiqarilgan. 1.5 litrli dvigatelli tejamkor va ishonchli avtomobil bo'lgan. U ko'plab mamlakatlarda sovet mehnatkashining mashinasi sifatida tanilgan. ZAZ 965 1960-1963-yillar oralig'ida ishlab chiqarilgan. Xalq orasida xalq mashinasi deb atalgan, arzon, oson ta'mirlanadigan orqa dvigatelli avtomobil hisoblangan. ZAZ 968 issiq va sovuq iqlimlarga moslashtirilgan isitgichli variantli hisoblangan. O'zining soddaligi bilan xalq orasida mehr bilan eslanadi. VAZ 2101 1970-1988-yillar oralig'ida ishlab chiqilgan. Fiat 124 modeli asosida ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. U Kopeyka nomi bilan ham mashhur. Ushbu avtomobil 4.800.000 dan ortiq ishlab chiqarilgan va eksportda Lada nomi bilan ham tanilgan. VAZ 2103 va VAZ 2106 hashamatli variantlar bo'lib, yaxshilangan interyer va kuchliroq dvigatellar bilan ajralib turgan. VAZ 2106 30 yildan ortiq ishlab chiqarilgan va eng uzoq ko'rgan model sifatida hamon ko'chalarni to'ldirib yuribdi. Elita avtomobillari va limuzinlar. ZIZ 101 1936-1941-yillar davrida ishlab chiqarilgan. Stalin davridagi elita limuzini hisoblangan. 7 o'rinliqli, buyuk modelli asosda yaratilgan, davlat rahbarlari uchun mo'ljallangan hashamatli transport vositasi bo'lgan. ZIZ 110 1945-1958-yillar davomida ishlab chiqilgan. Urushdan keyingi sovet yetakchilari uchun ishlab chiqarilgan bo'lib, 8 silindrli dvigatelga ega hashamatli model bo'lgan. ZIL 111 1958-1967-yillarda ishlab chiqarilgan. Ushbu avtomobil cheklangan miqdorda bo'lib, atigi 110
12 dona ishlab chiqarilgan. Asosan maxsus xizmatlarda ishlatilgan. Zil Bruz 14 1967-1978 yillar davomida ishlab chiqarilgan. Sovet yetakchilari uchun Kremlyovka nomli mashina hisoblangan. Qalin zirhli kuzov, yuqori xavfsizlik darajasi bilan ajralib turgan. RAF 977 Latviya 1959-1976 yillar davomida ishlab chiqarilgan. SSSRda ishlab chiqarilgan birinchi seriyali mikroavtobus hisoblanadi. Asosan marshrutli taksi, tez yordam, laboratoriya va xizmat mashinasi sifatida foydalanilgan. Qulayligi va ixchamligi bilan mashhur. UAZ 469 1972 yildan to hozirgi kunga qadar ishlab chiqariladi. Ushbu avtomobil harbiy va maxsus xizmatlar uchun ishlab chiqarilgan. 4 tizimli avtomobil NATOga qarshi davlatlarda ham keng qo'llanilgan. Qattiq yo'llarda ishonchli va bardoshli texnika sifatida tanilgan. 452, ya'ni Buxanka 1965-yildan hozirga qadar ishlab chiqariladi. Oddiy, mustahkam va har qanday yo'lda yurishga mos. Furgon, reanimobil va yuk tashuvchi versiyalarda ham ishlab chiqarilgan. Xalq orasida Buxanka deb atalishiga sabab uning non shaklidagi kuzovi bo'lgan yuk avtomobillari. Gaz 51 1946-1975 yillar davomida ishlab chiqarilgan. 2,5 tonna yuk ko'taruvchi mashina. 3,4 milliondan ortiq ushbu avtomobil 3,4 million ortiq donada ishlab chiqarilgan. Ishonchli va mehnatkash texnika sifatida o'z davrida mashhurlikka erishgan. Gaz 53 1961-1993 yillarda ishlab chiqarilgan. SSSRdagi eng ommaviy o'rta tonnali yuk mashinasi hisoblanadi. Soddaligi, chidamligi va ishonchliligi bilan 30 yildan ortiq vaqt davomida ishlab chiqarilgan. Ziz Bruz 50 yoki Zil Bruz 50 1947-1957 yillar davomida ishlab chiqarilgan. Ikkinchi jahon urushidan keyingi dastlabki yirik yuk mashinalaridan biri hisoblanadi. Keyinchalik takomillashtirilgan Zil Bruz 64 modeliga asos bo'lgan. MAZ 500 1965-1979 yillar davomida ishlab chiqarilgan. Og'ir yuk tashish uchun mo'ljallangan, oldinga surilgan kabinali model hisoblanadi. Ushbu avtomobil Belarus sanoati uchun katta yutuq bo'lgan. MAZ 200 1940-1960 yillar davomida ishlab chiqarilgan. Og'ir sanoatning asosiy yuk mashinasi hisoblanadi. Kuchli dizel dvigateli va bardoshli shassiga ega. Uzoq masofalarga yuk tashishda keng qo'llanilgan. KAMAZ 1976-yildan shu kunga qadar ishlab chiqariladi. 1976-yilda Tataristonda ishga tushirilgan yirik avtomobil zavodida ishlab chiqariladi. Katta yuk mashinalari, avtobuslar va maxsus texnikalar hamon ishlab chiqariladi. KAMAZ Dakar rallilarida ham bir necha bor chempionlikni qo'lga kiritgan va bugungi kunda ham Rossiyaning harbiy hamda fuqarolik yuk transportida asosiy brend hisoblanadi. Tezlik jamoasi ushbu qaror loyihasi bo'yicha jamoatchilik vakillari, yurtdoshlarimizning fikri bilan qiziqdi. Marhamat, siz ham tinglab ko'ring. O'zbekistonda eski avtomobillardan foydalanishni taqiqlovchi qaror loyihasi ishlab chiqildi va bu kuchga kirmoqchi. Bunga fikringiz qanaqa? Bizi fikr endi bilmayman qanchalik muhim. Hamma o'zini nimasiga qarab minnatda. Bunga minus fikr qildim. Kambag'allik puli yo'q-ku yangi mashina olishga. Buni haqqi yo'qda chiqarib qo'yishasiz. Endi shu o'lov bilan tirikchilik qilib turadi hammasi. Sizda bormi shunaqa Jigulisi Bor. yoki Moskvich bor? Uni nima qilamiz? Alishtirib beramizda uni. Hammani ham qurban mana yangi mashina olishga qurib yetmaydi qizim. U odamlar eski mashinani haydab turib tirikchilikni o'tkazib yotibdi. Qolgan odamlar nima qiladi? Sharoitga oyligimiz to'g'ri kelmasa bu pullarga. To'g'rimi? Yemasam bersin hammasiga bir 100 million pul bersin, yangi mashina olib bilan yursin. Hammani ham yangi avtomobil olishga qurbi yetmaydi. O'sha eski avtomobillar orqasidan ham kun ko'rayotganlar bor. Haydab yuribdi odamlar, shofyorlar 50 yil bo'lgan mashinalarda. Mayli olsin, eski mashinada olib turib, xalqqa chegirma qilib, masalan, bitta mashina 10 ming dollar turadigan bo'lsa, 3 ming dollarni, 5 ming dollarni minus qildirib, xalqqa yaxshilik tarafini ko'rish kerak. Yangi mashina bersa ham olmaydi, kerak emas deydi. Menga shu eski mashinam yo'q. Shundan qolaversin eski mashinalar. Tirbandliklar ham keltirib chiqaryapti, svetoforlarda ham xalaq beryapti. Metallolga topshirish kerak. Metallolga asligini puli topshirsa bo'ladi. Bu temir tezakka 1 millionga olib borib kim topshiradi? Minib yurgan mashinasi. Qarorni ma'qullaysiz. Ma'qullayman. Eski mashinalar chiqarib tashish kerak. Demak, qarorni ma'qullaysiz. Bu taklif qonunga kiritish menimcha to'g'ri deb hisoblayman. Demak, qarshisiz. Qarshiman. Alishtirishga imkoniyat yaratib bersagina siz o'sha qarorni ma'qullagan bo'lardingiz. Taqiqlanishiga qarshisiz demak. Taqiqlanishga qarshiman. Eski mashina yo'qolish uchun endi u kambag'allarga ham bir narsani ajratish kerak fond. Endi birdaniga qilish mumkin emas. Asta-sekin o'rgatib xalqqa.
Ushbu avtomobillarni ko'rib ko'pchiligimizda o'tmishdagi iliq xotiralar uyg'onadi, chunki ular o'tgan davr hayot, xalqimizning mehnati va tarixining bir qismi edi. Ammo vaqt o'zgaradi, talablar yangilanadi. Endi esa shu mashinalarda harakatlanish kelgusi yil 1-yanvardan boshlab taqiqlanishi mumkin. Sizning bu yangilikka fikringiz qanday? Sizda ham ushbu avtomobillardan foydalanadigan tanishlaringiz, qarindosh do'stlaringiz bormi? Rostdan ham harakatsiz bu avtomobillarni atrof muhitga zararli deb qaraysizmi? Izohlarda qoldiring.